Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizga 480 tali DAF mashinasini tortib olib kelishdi. Bu mashina bizga kelishiga sabab mashinada bitta silindr chala ishlatgan ekan. Biz buni ochib ko'rdik. Rastvalarda ishlashlari aylanib ketibdi, tishlari qolmasdan. Bitta klapini ochib olmagan holatda bo'lib, stakanchilar urib. Shtangalarni ko'rsa, shtangalar bittasi egilib ketgan. Rastvalar yegan holatda bo'libdi. Biz buni ayblarni bartaraf etib beramiz. Bunga sabab yog'i sifatsizligidan quyishlik, vaqti bilan qaramaslik bo'ladi. Jiri pasayib ketib qolgan holatda shunaqa muammolar kelib qoladi. Bu narsalarni oldini olish maqsadida, yog'li rastvalar ketmasligini oldini olish maqsadida yog'iga vaqti bilan qarang, kilometrlarni ko'p probega o'tib ketib qolmasin, sifatli moy quying va jiriga e'tiborli bo'lib turing. O'zingiz uchun foydali bo'ladi, yo'lda qoldirib ketmang. Doimo xizmat yanadamiz.